Yunusobod Billur to'yxonani shunday yonginasidan kvartira sotiladi. Qaranglar, bu atroflarchi gastronom ko'cha bo'lar ekan, saylgoh bo'lar ekan, hamma kalaskada bolasini yetaklab yuradigan, turistlar keladigan zo'r zona bo'lar ekan. Nijelov qilish uchun ham zo'r variant. Kvartiramizni ichiga ham kirdik. Mana bu yoq tarafda 4 ta xonasi bor ekan. Agarda bu yoq taraf shu gastronom ko'cha bo'ladigan bo'lsa, nimaga unaqa qilmasligimiz kerak? Mana masjiddan shunday bitta yopib turib yoki eshik qo'yib turib, mana bu yoq tarafini Nijelovga bersanglar, masalan, misol uchun uzumlar ofisga qidirib yurishadi bu yoq tarafdan yoki boshqa nimagadir bersanglar, bu yoq tarafda mana oshxonasi ham bor. Mashina arendaga beradigan bo'lsangiz, bu yoq tarafda o'zingizlar yashasanglar ham bo'lar ekan. 130 kvadrat maydonga bemalol yarmini ko'cha tarafga bersa bo'ladi. Ikkita xodi bo'lgani uchun bu yoqdan ham kirib chiqish joylari bor. 100% podkilish holatda daji idishda yuvadigan mashinalargacha qo'yib qo'yishibdi, lekin kiyiminglar bilan kelsanglar bo'ladi. Mebel texnikalari hammasi bor. Mana yaxshi firmaniki, yangi holatda. Nabog'dagi bitta restoran qo'yib qo'yishgan ekan. Uyga hamma elektrika narsalari boshqatdan qilingan, yangi holatda turibdi. Afzallik taraflarini sanaydigan bo'lsak, qaranglar, birinchi etajda ekanda, qaranglar, podvoli ham bor ekan. Podvolida internet hamma narsa bor ekan. Uy egalari o'zlariga ofis qilib olgan ekanlar. Undan tashqari ikkita avtoturargohga qo'yishga joy bor ekan.